O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi, Navoiy shahar Oila va xotin-qizlar bo'limi, viloyat oqila ayollar a'zolari va Navoiy viloyati Baxt qasri markazi hamkorligida ko'rik tanlov bo'lib o'tdi. Ushbu tanlov oila, jamiyat va davlat himoyasida nomli loyiha doirasida o'tkazilib, erta nikohdan xoli mahalla deya nomlandi. Jarayonlar dastlabki lavhamizdan o'rin olgan. Bugun har qanday masalaga mahallaning o'zida yechim topishiga urg'u qaratilyapti. Bu orqali odamlarga ortiqcha ovoragarchiliklarsiz, yugur-yugurlarsiz qulaylik yaratilyapti. Mahallalar infratuzilmasi yaxshilanyapti. Eng muhimi islohotlarning har bir mahalla, ko'cha va xonadonga kirib borishi, odamlar buni o'z tanasida his etishiga sharoit hozirlamoqda. Aholining farovon hayotini ta'minlash yo'lidagi bu jarayonlar oldida yana bir muhim masala: oilalar farovon turmushi, ularning hamjihat va ahillikda umr go'zaro qilishi yanada ahamiyatlidir. Mahalladagi muhit ko'p jihatdan oilalarning baxtiyor turmushi bilan bog'liq. Shu bois mazkur tanlov ham shu jihatdan dolzarb sanaladi. Navoiy shahridagi erta nikohdan xoli bo'lgan 8 ta mahalla fuqarolar yig'ini xotin-qizlar faoli ishtirokida o'tkazilgan tanlov nizomi asosida o'z faoliyatlaridagi muvaffaqiyatli jihatlarini har bir ishtirokchi namoyish etishga kirishdi. Ushbu tanlovning asosiy maqsadi shu mahallalarda erta turmushlarning oldini olish. Mahalla fuqarolar yig'inlari, ichki ishlar xodimlari, tibbiyot xodimlari, nuroniylar, oqila ayollar harakati, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasi bilan hamkorlikda doimiy ravishda ta'lim muassasalarida keng aholi qatlami orasida erta tug'ruqning, erta turmushning salbiy oqibatlari to'g'risida targ'ibot tashviqot tadbirlari olib bormoqdalar. Tanlov ishtirokchilari har bir shart va har bir chiqishda bugungi hayotimizda ko'payib borayotgan oilaviy mojarolar, urush-janjal va ajralishlar, qudalar o'rtasidagi sovuqchilik sabablarining aksariyat hollarda erta nikoh qurish oqibati ekanligini izohlab berishdi. Hakamlar hay'ati tomonidan har bir shart asosida tayyorlangan chiqishlar adolatli baholanib borildi. Tanlov yakunida eng yuqori ko'rsatkichga erishgan ishtirokchilar 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali diplom, shu bilan birga erta nikohdan xoli mahallaning eng namunali targ'ibotchisi hamda erta nikohdan xoli mahallaning eng tashabbuskor targ'ibotchisi nominatsiyalari topshirildi.